bemorda ahamiyatga ega bo'lgan, ya'ni differensial diagnostika deydi, boshqa kasalliklar bilan farqlab olish kerak. Strukturani adenoma bilan, prostatit bilan, boshqa klinikada prostata bez adenomasi deb tekshirib ko'rishgan, sistoskopiya bir nimalar qilishganda operatsiyaga tayyorlanadigan bo'lgan. Ko'rishsa sistoskopiyada uretrada struktura. Shuning uchun bizga jo'natilgan, biz tekshirib ko'rdik, CD yo'lida torayish bor. Hozir torayish santimetr uzunroq bo'lgani uchun bukkal uretroplastika operatsiyasi amalga oshirilyapti. Shuning uchun agar ahamiyatga ega tomoni siyishda muammo bormi? Kasal hamma tekshiruvlarni o'tkazish kerak. Eng birinchi tekshiruv urofilometriya, ya'ni siydik dahurini tezligini aniqlash tekshiruvi. Bundan keyin rentgen, kerak bo'lsa sistoskopiya, UZI, kerak bo'lsa onkologiyaga gap ketadigan bo'lsa MRT tekshiruvlarini o'tkazish kerak.